ekskursion turunu zo'r kerak desangizlar, Ozarbayjonda tuzilgan ikki xil variantimiz bor, ko'rsangizlar bo'ladi. 13-avgustda Gabala variantlisi bor, keyin 13-avgust esa Baku, Gobustan, Shamaxxa, Ismoilli turimiz bor. 3 yulduzli otellari bo'lgansa, adam başına $540 chiqib turibdi. Eng optimali pulga yarasha zo'r hazratdan olib kelaman desangiz, Baku, Abshiron, Gabala, Sheki variantini tavsiya beramiz. Komfortli bo'ladi, eng xo'sh rayonlarni aylantiradigan bo'ladi. Adam başına $660 chiqib turibdi. 4 yulduzli otellari ko'rsangizlar bo'ladi. Shuning xo'sh manzarali yerlarni hazratlab aylanib kelasizlar. Bu tur davomida polniy marshrut bo'yicha transferlar, professionalniy ruskoговорящий gid xizmatlari уже qo'shilgan bo'ladi. Shuna ortiqcha rasxodlarimiz uncha ko'p chiqmaydi. Gabalaning borgan klientlarimiz biladi. Dim manzarasi xo'shroy, ob-havosi ham chotki bo'lgan yer. Shekilda bir noch qilasizlar. Xullas programmasi ham komfortli tuzilgan, hech nimadan qiynalmay borib, hazratlab aylanib davom qilsangizlar bo'ladi. $660dan 4 yulduzli yaxshi otellari, $760dan esa 5 yulduzli otellari bo'ladi shu programma bo'yicha. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqaring. 13-avgust uchish bo'ladi Toshkentdan. 7 noch, 8 kunduz bo'ladi. Ofisimiz ochiq, bemalol shu tur bo'yicha ma'lumotlarni olib, uje joylaringizni bron etsangizlar bo'ladi.